Arkadaşlar biz bugün Yaponiyadagi Umital injeneri G'ayrat Kenjapandimniki әріп тыныш Umitalni sinab boqamiz. Bugun Facebook hisobiga o'zining shu Uyg'urcha OCR, ya'ni Uyg'urcha optikalik g'ayrat to'ng'ichning nashrini e'lon qildi. Buning yangiliklari odatda masalan biz PDF kitoblar bo'lib qolsa, PDFdan qilgan hamda ba'zilari rasm tortib yasalgan kitob bo'lganligi uchun o kitobdagi harfni biz birga ko'chirmoqchi bo'lsak, olmoqchi bo'lsak, ishlatmoqchi bo'lsak, bevosita kopiya qilish tez. Ba'zilari saqlaganlik bilan oz sonliqlari kopiya bo'lgan bilan ko'pincha rasm yoki tez butunlay chiqmaydi. Boshdan oxiri kopiya qilinmaydi. Bu Umitalning roli odatda PDF shaklida ko'rsatilgan xatni Uyg'urcha xatni to'lay oladi. Yani yenilikning birinchisi burunqidek rasmga aylantirmay bevositama qo'ygan, o'zi aylantirib o'xshaydi. Ikkinchisi to'nish to'g'riliqi zo'r darajada yaxshilandi. Ya'ni bo'libmi bet qurilmasidagi betni tanlagan, seltirib tanlashni ko'rib boqaylik. Uchinchisi qo'shimcha iqtidor qo'shyapti. Masalan, rasm choplash, PDF hujjatlarning ma'lum bir bitini rasm qilib ko'chirilish. Masalan, 100-200 betlik PDF kitob bo'lib qolsa, shuning bir betidan ehtiyoj bo'lib qolsa, biz masalan shuni ko'paytirib ishlatmoqchi bo'lsak, shuni tanlab ko'chira oladiganmiz. Undan keyin oxirida G'ayrat apandi taklif fikr qarshi olganligini, undan keyin bu Umitalda bir xatolik payqasa ma'lum qilishni qarshi olganligini ifodalabdi. Har qanday bir appda odatda xatolik bo'lishi, ya'ni yo'chuq deydi. Bugmi deydi inglizcha, uyg'urcha yo'chuq bo'lishi nihoyat normal. Undan boshqa G'ayrat apandi eskartib, bu appda, bu application Umitalda Windows sistemasi bilan ishlaydi dedi. Balkim kelgusida Mac, Linux ham qo'llanishi mumkin. Undan boshqa ishlatganda hech qanday mulozimlar bilan, server bilan to'g'ri aloqa qilmaydi dedi. Ya'ni tushirib olsak ham bevosita ishlatalaymiz degan gap intan qulay. Undan boshqa G'ayrat apandim bu yumshoq detalni faqat o'zining GitHub supastidan tushirishni ham tavsiya qilibdi, chunki boshqa manbalardan bexatar bo'lmasligi mumkin. Umi to'g'ri, biz o'ziniki organ bitini tavsiya qilibdi. Buni ossoq GitHub bitini. G'ayrat apandimning bu GitHub biti Mava G'ayrat deydi. Agar GitHub ishlatadigan bo'lsa, ergishinglar, bilimingizdan hamkikini hurmat qilib. Undan boshqa yumshoq detallarim bor ekan. Uyg'ur edit deydi, imlo lug'at deydi. Uyg'ur OCR. OCR degani optikalik g'ayrat to'nish. Readme qismini ko'rib baqsaq, oddiy Uyg'urcha OCR. Eng bu yerda ya'ni 2.0 nashr ekan. Zip hujjat shaklida tushirilganmiz, o'z bevosita beribdi. Diqqat qilgan nuqta, agar xatolik ko'rilsa edi, bu sistemaga Windows tushirib ishlatgan ekan. Xatolik ko'rilsa, Microsoft'niki C++ package-ni qachlanlar, chunki bu Umital bu ambarga beqindigan deydi. Tesseract. Ondan keyin 64 bitlik nashrga ijro vujudga yasab qo'ydim deydi. Sistema 64 bo'lib qolsa, bevosita ishlatiladi ekan. 32 bit bo'lib qolsa, o'zimiz hosil qiling deydi. Mening hozir ishlatayotgan bu sistema 64 bitlik. Undan boshqa fikr talab bo'lsa, ishlatib, masalan, bir xatolik bo'lsa, miyaga mana adresga fikr talab bersak bo'ldi ekan. O'zgarishlar 2016 yil 1-oyning, ya'ni yangi yilda o'zgarishlar. Birinchisi o'zing top. Uyg'urcha OCR'dagi bet qurilmasi tanlash haqida deydi. Mana o'zing top degani bet qurilmasi haqida tushunchaga ega bo'lmagan ahvol ostida, ya'ni PDF betdan qurilmasini tushunamsak, shuni tanlaymiz. O'zing top. Ya'ni avtomatik sistemasi o'zi topadi ekan. Lekin birli bo'lak betda stone degandek narsalar bo'lmagan ahvolda tanlasangiz bo'ldi deydi. Mana shu azroq yaxshi ekan. Shu miyada bet qurilmasidan betni tanlang deydi.
Şu to'g'riligini nisbatan yuqori ekanda endi. Mumkin qur birla stolliq bet bo'lsa, vaqt ko'proq ketsinmi, to'g'ri bo'lsin desangiz, shu qur eng yaxshi tanlaydi deydi, 3-chi tanlash ekan. Mana u oldingi qitimliq nashrlar ekan, mana ko'rinib yuz ekan. Mana tillar deydi, Uyg'urcha, KIG ninki. Uyg'urcha, inglizcha, turkcha, demak boshqa tillarni qo'llaydi o'xshaydi. Mana bet qurilmasi o'zing tap, birli bo'lak qur deydi. PDF shaklida shuni to'naydigan harf to'ntish uchun. Unda olsa tushirib mana bassanglar, odat tushirdi. Men tushirib qo'ydim. Bu zip hujjat shaklida bo'lgan ekan, tushgan yani ichib extract all yeyishimiz endi bu zip hujjat yeysak, mana yeyishgan oldida. Keyin bu hujjatninki biz application topamiz. Bu yerda mana application qo'sh cheksak Windows Protect Your PC. Odatda Windows sistemaning o'zininki qo'g'daydigan virusxo'rlar bo'ldi. Defender dedi, Microsoft Defender. Qo'g'dovchi. Odatda viruslardan qarshi turish uchun ba'zi bir e'lon qiluvchi bo'lib bilinmay qolib qolsa yoki Microsoftning o'zining app do'konidan tushunmagan bo'lsak, shunda ogohlantirish belgisi berdi. Lekin bu G'ayrat apandimdan keyin get betidan bevosita tushganligimiz uchun ijro qilaverma. Yuz ekan. Mana tillar deydi. Oddiy va nafs chiqibdi. Bu yerda bet qurilmasi deydi. Tillar ikkili Uyg'urcha deydi. Mana ikkisini tanlab qo'ydim endi. Undan boshqa el kitoblardan Xolid Asralning Oltin Cash degan PDF masalan. Bu kitobni ma'lum bir betini biz ko'chirmoqchi bo'lsak, ma'lum sabab berdi. Nima ehtiyojimiz tushib qolsa. Buni kopiya qilib bo'lmaydi. Undan boshqa masalan qarasanglar 717 bet ekan. Biz mush yumshoq detal orqali mush kitobdan xohlagan betni xat to'ntish orqali ko'chirib boqaylik. Masalan, bir tekst hujjatga degandek. Buni men tushirib saqlab qo'yayım yerga. Qisqichni och, PDFni och deydi. PDFni ochaylik. Mush hozir tushgan kitob. Qarasanglar, bir diqqat qildinglarmi? Bir 5 sekund ketmadi. 5 sekund ichida butun 717 betni birdamda PNG rasm shakliga aylantiribdi. Nihoyat tez. Performance back-tez. Nihoyat yaxshi tuzilgan. New metal ekan. Vaqt sal chiqqasimi qurun tanlang deb ekan. Masalan, bir xohlagancha bir betni tanlab boqaylik. Masalan, mush betni duo qilgan bo'pti va bu ishni taki tonu deydi. To'ntib boqay. Mana tonu de, mana tekst shaklida. Uchun duo qilib qarang. Selishtirib o'qib birinchi qurni. Uchun duo qildigan bo'pti va bu ishni taki men turmadan chiqishga davomlashtiribdi. Onamdan bu gaplarni anglab ko'z yoshimni to'xtata olmadim dedi. Uchun duo qildigan bo'pti va bu ishni taki men turmadan chiqishga davomlashtiribdi. Onamdan bu gaplarni anglab ko'z yoshimni to'xtata olmadim dedi. Qarang. Shundaq yaxshi to'ntibda asosan tonishimiz nihoyat yuqori. Undan boshqa miyada 1535 deydi. Bu nereden kelgan? Balki mau 1530
535 degan 535 bet degan bu ne? Bet nima? Bevosita. Chunki bu sonnim opti, lekin bu jiq masalan bu jiq ta'sir ko'rsatmaydi deb o'yladim. Qiyofatlari, masalan, qiyofatlari ko'z oldimdan bir-birlab o'tdi. Qiyofatlar ko'z oldimdan. Qaranglar, nihoyat yaxshi. Har birdan-bir to'nig'an. Saqlashib qolsa, ko'chir yoki ko'chiriblam o'zimizning birga copy paste qilib yoki chaplasak bo'ldi. Saqlab olsak bo'ldi, keyin buni desib tozala deydi. Mana yaxshi bekor qo'ydi-da mana. Masalan, boshqasini sinab boqaylik. Boshqa bet nima? 6-chi betgan biz birli bo'lakni tanlab boqaylik. Qanchalik to'naydi? Tonu to'naydi-da. Bu qarasangiz, turuqlari bir oldi qaraganda yuqori qavatdagilarning bolalari, turuqlari bir oldi qaraganda yuqori qavatdagilarning bolalari maktabdan qaytganda qiladi. O'z beti mavish tuzlam shaklda xat to'nibdi, lekin to'nish nimasi nihoyat yuqori. To'g'riliqi qarasanglar bo'ldi. Demak, g'ayrat efendimning o'zim tavsiya qilganda vaqt ozroq ketsa-mu, qurin olsangiz to'nish nisbatan yuqori deydi. Odat ishlatmoqchi bo'lsak, jiq vaqtim ketmaydi ekan. O'zing top deydi. O'zing topni qani boshqa bir sifatni tanlab boqaylik. Sen birinchi hadiya qani mandaq ma'ni o'zing top. Tonu. O'zing top ma'nimi? O'zing topmi qaranglar. Hadiya keldi. Mavud men to'liq ichishim kerak ekan. O'ng tarafda keldi. O'zing top to'liq to'nayolmaydigan o'xshaydi yoki ma'lum bir mening sistemamdagi ishmi o'ngga surilmaydi-da. Mushuni men qur degan tanlab o'qitib boqay. To'ntib boqay. Hediye teklifname çarşamba günü çarşamba günü düştün keyin yetib keldi dedik. Keyin qamapti. Farqroq qizil. Biri ozroq odatda yo'chuqlar bo'ldi, lekin buni yo'chuq deb ketga olmaydi. Bir ishga yarabni ma'lum sabab bilan masalan qayta to'ntib boqay. Keyinni to'nimadi. Lekin bu bir so'zni to'nimam bilan boshqa asosan to'g'ri to'nda teklifnoma çarşamba günü tushdan keyin keldi. Parqaroq qizil qog'ozga oltin bilan besilgan xatlarni o'qib bo'lg'ich ko'zlarim emir-chimir bo'lib qaranglar. Mana bir tekis shaklda biz buni hemen tanlab ko'paytirib olsak ham bo'ldi yoki kat qilib olsak bo'ldi. Chunki bu tekis shaklda. Buni qulay ham bevosita masalan to'rga yo'llasangiz ham bo'ldi, choplablam. Bu nihoyat zo'r bir yaxshi ajr va yangilik bo'ldi. G'ayrat efendimga ko'p rahmat. Berdigan teklif fikr sizlarni ishlash jarayonida ba'zan bo'ldi. Mencha mening berdigan teklif fikrim nihoyat buning teklif fikr bagidekmi emas ekan. Balkim bet soni masalan bet sonini ma'lum chunki uni to'nigan ekan buni harf deb bevosita qo'shib qoldi o'xshaydi. Masalan 316 o'qitib boqsak
Manınğa sen bu yerda 11 deydi. Bu 11 näde geldi? 11 ýaşlar idi dedi. Ýürüşli ýaşlar 11 idi dedi. Manınğa betni okumapdy. Demek bunyň ýaxşy diýen gep manınğa 366 diýen hatny okumagandan. Hazırmış 11 idi. Ürümçigen gelgen çagla hemişede. Ene şundaq tamaşa sorulara toý kılşat. Ular şundaq gamsiz, Ay salmady. Pat-pat bir bilen kızdalyş boşup kaldy. Bagyňşan ýaşlar idi dedi. Ýaşlar. Demek ma 11 ýaşlar idi. Çünki menda 11 diýen saý ýok. Muşy bir betden belki 11 bayanma 11 diýen bir san 513 dep betmeki diýendim hazır. Bir san goşulyp galdy eken. Onundan başga. Lekin bunu biz bunda alam öçürbeseklen boldy. Bu bunçilik hiç kanda bir tosalyk olmaýdy. Öçüretiplam bizden ýanylam özümizniki közge maksat gitelerimiz garaňlar men bevasita tızlam tarşap kıldy. Şil sınap ýakşyňy täwsiýe kıldy.